Dona qog'oz orqali eksperiment o'tkazamiz. Xulosani o'zingiz ko'rib, ana effektini ham o'zingiz ko'rib, albatta izohlarda, kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldirasiz. Birdan like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu ko'rib turganingiz Gentra avtomobili. Mana birinchi turgan radiator bu konditsionerniki. Orqasidagi suvni radiatori. Qog'oz, oddiy qog'oz. Ko'ryapsiz, ushlab qo'yapti. Chunki buni orqasida ventilyatori bor, ventilyator mana ishlab turibdi. Endi bu yoq tarafiga qo'yadigan bo'lsak, mana bunday qo'yyapmiz. Qog'ozimiz mana tushib ketyapti. Qo'shimcha ventilyatori yo'q. Bu endi ikkinchi Gentra avtomobilimiz. Xo'p, konditsionerni radiatori ko'ryapsiz, o'zini zavodskoy ventilyatori ishlayapti. Bu yoqda biz qo'shimcha дополнительный ventilyator qo'yganmiz. Qog'ozimizni ushlab qo'yapti. Bu nimadan dalolatki, ikkita ventilyator bo'ladigan bo'lsa, sovut berishi ko'proq bo'ladi. Shu videoni Gentra haydaydigan, haligacha дополнительный ventilyator qo'ymagan tanish-bilishlarimizni yuborib qo'yishimiz esimizdan chiqmasin akalar. Qachongacha podpiska tashlamasdan kuzatasiz, bitta podpiska tashlab qo'yib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bunaqa eksperimentlarni ko'proq o'tkazib turamiz. Salomat bo'ling, bizlar kuzatishda davom eting.